hayotni saqlab qolishi mumkin bo'lgan xavfsizlik bo'yicha maslahatlardan tortib, kundalik hayotdagi kichik funksiyalargacha. Mana sizning mashinangizda deyarli hech kim foydalanmaydigan 10 ta yashirin funksiya. Nimani o'tkazib yuborayotganingizni bilishni xohlaysizmi? Javob o'ylagandan ham yaqinroq. Birinchi raqam: pul ichida yashirin zaxira kalit. Tasavvur qiling holatni. Mashina oldida turibsiz, qo'lingizda pult, lekin batareya endi ishlamayapti. Sarosima boshlanadi. Eshikni qanday ochish mumkin? Ko'pchilik bilmaydigan narsa shuki, sizning pultingizda maxfiy bo'limda haqiqiy mexanik kalit yashiringan. Bu aynan shunday vaziyatlar uchun oylab topilgan funksiya, lekin ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Aksariyat pultlarda korpusning yonida yoki orqa tomonida kichik tugma yoki suriladigan joyini topasiz. Ustiga bosib yoki surib, siz jismoniy kalitni chiqarib olishingiz mumkin. Va ko'plab haydovchilarni hayratda qoldiradigan narsa shuki, mos keladigan qulf teshigi birinchi qarashda har doim ham ko'rinmaydi. U ko'pincha eshik tutqichidagi kichik qopqoq ostida yoki qulfning asosiy qopqog'i orqasida yashiringan bo'ladi. Bu juda oddiy zaxira yechim favqulodda vaziyatda yordam chaqirmasdan ham sizni ko'plab noqulay holatlardan saqlab qolishi mumkin. Ikkinchi raqam: quyosh nurlaridan himoya qiluvchi yon choziluvchi uzatma. Kun oxirida to'g'ri garbga qarab haydab ketyapsiz va quyosh ko'zingizni qamashtiryapti. Quyosh nurlaridan himoya qiluvchi pardani tushirasiz va bu yetarli bo'ladi deb umid qilasiz, lekin nurlar baribir yon tomondan sizga yetib kelaveradi. Buning uchun qandaydir yechim bormi? Ko'pchilik haydovchilar uchun va bu yechim allaqachon quyosh nurlaridan himoya qiluvchi pardaga o'rnatilgan. Ko'plab avtomobillarda yon tomonga suriladigan uzatma mavjud, lekin bu ko'pincha ko'zga tashlanmaydi. Uni topish uchun quyosh nurlaridan himoya qiluvchi pardangizning pastki yoki yon chetiga qarang. Uzatma odatda ichkariga bukilgan bo'ladi va uni osonlik bilan tortib, kengroq maydonni yopishingiz mumkin. U ochilgandan so'ng noqulay burchaklardan, masalan, yon oynalardan yoki ichki orqa ko'zguga yaqin joylardan kelayotgan yorug'likni to'sib qo'yadi. Bu nafaqat safaringizni yengillashtiradi, balki ko'z charchoqlarini kamaytiradi va haydash paytida chalg'ituvchi porlashlarni cheklab, diqqatni oshiradi. Bu kam tanilgan funksiya haqiqatan ham xavfsiz va qulay haydashga yordam beradi. Uchinchi raqam: yoqilg'i bakining qopqog'i qaysi tomonda ekanini ko'rsatuvchi o'qcha. Siz zapravkaga kelasiz, mashinadan tushasiz va shu paytda qopqoq qaysi tomonda ekanini eslay olmaysiz. Qayerdaligini ko'rish uchun egilib is qidirasiz. Yaxshi xabar, sizning panelingizda javob allaqachon bor va u boshidan beri shu yerda. Yoqilg'i ko'rsatkichining yonidagi shu kichik oqcha bezak uchun emas. Bu bir belgi. Panelingizdagi yoqilg'i ko'rsatkichiga diqqat bilan qarang. Benzin kolonkasining belgisi yonida deyarli har doim chapga yoki o'ngga qarab turgan oqchani ko'rasiz. U sizga qopqoq qaysi tomonda ekanini ko'rsatadi. Bu shunchalik oddiy. 4-chi raqam: masofadan boshqaruv yordamida oynalarni avtomatik tushirish. Issiq kun mashinangizga chiqmoqchisiz, u esa pechdek qizib ketgan. Agar eshikni ochmasdan oldin bu issiq havoni chiqarib yuborish mumkin bo'lsa-chi? Ko'pchilik haydovchilar bilmaydi. Ularning pultida birgina harakat bilan barcha oynalarni tushirish imkoniyati bor. Boshqaruv usuli ishlab chiqaruvchiga qarab farq qiladi, lekin tamoyil deyarli bir xil. Ko'plab mashinalarda eshikni ochish tugmasini bir necha soniya bosib tursangiz, barcha oynalar bir vaqtda tushadi. Ba'zi brendlar esa bu tugmani 2 marta bosib, ikkinchi bosishda ushlab turishni talab qiladi. Yana zamonaviyroq tizimlarda bu funksiyani avval sozlamalar menyusida yoqib qo'yish kerak bo'lishi mumkin. 5-chi raqam: ichki orqa ko'zgudagi porlashga qarshi deflektor. Tunda mashina haydashning o'zi yetarlicha qiyin, lekin orqangizdagi mashinaning faralari ko'zguda aks etsa, bu ko'zingizni butunlay qamashtirishi mumkin. Ko'plab haydovchilar bilmaydigan narsa shuki, aksariyat mashinalarda juda oddiy yechim bor: porlashga qarshi deflektor. Agar mashinangizda qo'lda sozlanadigan orqa ko'zgusi bo'lsa, ko'zguning pastki qismida kichik tilla yoki tutqichni topasiz. Uni harakatlantirsangiz, ko'zguning burchagini biroz o'zgartirasiz va bu yorqin nur ko'zingizga tushmaydi, lekin baribir orqangizda nima bo'layotganini ko'ra olasiz. Bu yillar davomida mavjud bo'lgan klassik funksiyadir va uni bir zumda ishlatish mumkin. 6-chi raqam: bagajni favqulodda ochish uchun tutqich. Tasavvur qiling, mashinaning bagajida tiqilib qolgansiz. Bu juda qo'rqinchli holat, lekin ishlab chiqaruvchilar buni oldindan o'ylab qo'yishgan. 2002-yildan boshlab barcha yengil avtomobillar ichkaridan bagajni favqulodda ochish moslamasi bilan majburiy tarzda jihozlanishi kerak. Ko'pincha kam tanilgan bu funksiya, ayniqsa bolalar tasodifan ichkarida qolib ketmasligi uchun yaratilgan. Ushbu tartibga solishdan oldin bunday hodisalar har yili 20 gacha o'limga sabab bo'ladi, asosan issiqlik urishi yoki bo'gilish natijasida. Zamonaviy mashinalarning aksariyatida siz bagaj ichida yorqin rangli tutqich yoki tutqichni topasiz. Odatda qulf yonida yoki orqa eshik paneli ostida, ko'pincha qorong'ida ko'rinadigan qilib fosforli qilib ishlangan bo'ladi. Uni tortsangiz, bagaj ichkaridan ochiladi va tezda chiqib ketishga imkon beradi. 7-chi raqam: tezlikka moslanuvchi ovoz balandligi. Hech paytgacha avtomobil radiosining ovozi haydash paytida ovozdan biroz o'zgarishini sezganmisiz? Bu xato emas. Bu tezlikka moslanuvchi ovoz balandligi o'z vazifasini bajarayotgani.
Bu aqlli funksiya sizning audio tizimingizning ovoz balandligini, tezligingiz va atrofdagi shovqinga qarab moslashtirish uchun yaratilgan. Mana bu qanday ishlaydi? Tezligingiz oshgani sari yo'l va dvigatel shovqini tabiiy ravishda kuchayadi. Ovoz balandligini qo'lda sozlash o'rniga tizim bu o'zgarishlarni aniqlash uchun datchiklardan foydalanadi va ovozni avtomatik ravishda oshirib, uni aniq va muvozanatli saqlaydi. Agar sekinlasangiz yoki to'xtasangiz, aksincha bo'ladi. Salon yana jimjit bo'lganda ovoz balandligi pasayadi va quloqni qomat qilmaydi. Bu juda sezilmaydigan sozlash, lekin tinglash qulayligini haqiqatan ham o'zgartiradi. 8-raqam. Shish tozalagichlarning texnik xizmat ko'rsatish holati. Shish tozalagichlarni tozalash yoki almashtirish. Agar ular oynadan yetarlicha ko'tarilmasa, tezda bosh o'gigiga aylanishi mumkin. Lekin bilasizmi, mashinangizda bu ishni osonlashtiradigan, ko'pchilik bilmaydigan bir funksiya bo'lishi mumkin. Ko'plab avtomobillarda shish tozalagichlar uchun texnik xizmat ko'rsatish holati mavjud. Bu esa qo'llanmada deyarli tilga olinmaydi. Uni yoqish uchun har bir modelda usuli har xil bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan usul kontaktni yoqib, darhol o'chirib, so'ng birdan shish tozalagichlar tugmasini bosish. Agar bu amal to'g'ri bajarilsa, shish tozalagichlar oynaning yuqori qismiga ko'tariladi va ularga ancha oson yetishish mumkin bo'ladi. Shundan so'ng oynani bemalol tozalashingiz va shish tozalagichlarni osongina almashtirishingiz mumkin. Ularni shikastlab qo'yish xavfi bo'lmaydi. 9-raqam. O'rindiqlar yoki pol gilamlar ostidagi yashirin joylar. Saloningizni tartibli saqlash uchun joy yetishmayaptimi? Aslida sizning mashinangizda allaqachon yashirin bo'limlar bo'lishi mumkin. Ular faqat foydalanishingizni kutmoqda. Avtomobil ishlab chiqaruvchilari ko'pincha ichki makonni yanada samarali ishlatish uchun bunday yashirin joylarni qo'shishadi, lekin ular deyarli hech qachon sezilmaydi va undan ham kamroq ishlatiladi. Masalan, ba'zi modellarda yo'lovchi o'rindigi ostida saqlash qutisi yoki pol gilamlari ostiga yashirilgan olinadigan bo'limlar bo'ladi. Bu joylar kundalik buyumlarni tartibli va ko'zdan yashirin holda saqlash uchun juda qulay. Boshqa avtomobillar esa bundan ham uzoqroqqa borib, ikkinchi qatordagi o'rindiqlar joyiga qo'yilganda paydo bo'ladigan yopiq saqlash joylariga ega. Ular ham yashirin, ham keng, hamda qimmatbaho buyumlaringizni ko'zga ko'rinmaydigan qilib saqlash uchun ideal. 10-raqam. Masofadan avtomatik qulflash. Hech qachon mashinangizdan uzoqlashib, bir necha soniyadan so'ng uni to'g'ri yopdingizmi deb o'ylab ko'rganmisiz? Ko'plab zamonaviy avtomobillarda bu tashvish butunlay ortiqcha bo'lib qoladi. Avtomatik qulflash funksiyasi hammasini o'zi hal qiladi va siz uzoqlashganingizda eshiklarni xavfsiz tarzda qulflaydi. Masofaviy pultni aniqlash zonasidan chiqqanda yoki oldindan belgilangan vaqt o'tgach, mashina o'zi avtomatik tarzda qulflanadi. Siz hech narsaga bosishingiz shart emas. Bu funksiyani yoqish uchun odatda sozlamalar menyusida yoki avtomobilning multimedia tizimi orqali bir nechta bosqichlarni bajarish kerak bo'ladi. Ba'zi avtomobillarda esa qulflash vaqtini moslashtirish yoki bu opsiyani boshqa xavfsizlik sozlamalari bilan birlashtirish imkoniyati ham mavjud. Mashina qo'llanmasini tezda ko'zdan kechirish bu funksiyani yoqish va uni o'z odatlaringizga moslashtirishda yordam beradi. Mashinangizda bunchalik imkoniyatlar borligini bilish qiziq emasmi? Bu yashirin funksiyalar oddiy gadjet emas. Ular sizning xavfsizligingiz, qulayligingiz va haydash tajribangizni ko'pchilik hatto o'ylamagan darajada yaxshilaydi. Zamonaviy avtomobillar yo'lda xavfsizlik va qulaylikni oshirish uchun turli texnologiyalarga to'la, lekin ularning ko'plab funksiyalari ko'zga tashlanmagani uchun noma'lum bo'lib qoladi. Endi navbat sizdir. Mashinangizga yangicha nigoh bilan qarang. Bu yerda aytilgan bir nechta hiylalarni sinab ko'ring va kim biladi, balki o'zingiz ham yashirin bir funksiyani topib qolar ekansiz.